والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد يعني درس بسيط ومقدمة ومحاولة أوزبك المسألة معنا سنة وتاريخنا بشكل مبسط طبعا، ويعني لأخذ المعلومات. طبعا أوزبك كلمة عن التاريخ كويس ألف شخصية ممكن رحت ألف عام من التحولات السياسية والدينية والثقافية في قلب آسيا الوسطى. آسيا الوسطى قلب بوغان بالمسألة. طيب، الدولة الخرخانية يعني كل مهم مجتمع في الدولة الخرخانية مجمكي شتم باشيء بس حكاية بس خرخان bunlar nima u Qarluqlar va attiki Qarluqlar shu qabilalarki O'zbeklar va shu O'rta Osiyodagi turklar inhidor qilishgan va kelishgan. Va bu Qarluqlar qayerda edi? Altay, Jibal Altayga markazida edi. Ana shu yerda yashardilar. Kelishdi, shu davlatni qurishdi. Va bu davlatni eng muhim nimasi nima u? Avval davlat Turkiya. Tamommi? Islomga kirgan. Tabii biz bu gapiramiz. Tarixiy masalalarimiz bor. Tarixdan qolgan musbat dalillar bor. Shunga o'xshagan yozuvlar bor, kitoblar bor. Ya'ni men emaski bir muarrix kelib fikrini aytib ketdi yo eshitgan qissalar yo'q. Musbat tarixiy بأدلة مادية مادي تاريخ ما بالله مادي نسام بالله بنو إثبات قلب بالدراسة. طيب بلر تاريخهم مهم 840 ميلادي. تمام 840 ميلادي كوب تاريخ يعني كوب إسك إسلام كين إسلام شمس çıkan keyin alhamdulillah dunyoga kelgan keyin shunur 200 yildan keyin islomga kirishgan bu qabila. Va bular taban ol Fransiyab deyiladi. Bular O'zbekiston ta nimagacha Shingyang bu Turkiston sharqiy deyiladi. Shingyang deb senlar ot qo'yishgan, lekin u bizning yerlarimiz Turkiston sharqiyagacha hukm qilishgan. Bular aytganimizdek Qarluqlar Oğuzlarga aytdiki biz bir Qarluq var, bir Oğuz var, bir Qipchoq var. Yani reisi qabayillar. Oğuzlar kim bu? Bugündeki Türkiye'deki Türkler ve Qipchoqlar şu nimalar Tataru, Qirg'izu shu nimalar Turklar. Va biz Qarluqlar shunaki O'zbeklar kelgan. Tarixda ko'p muhim davlatlar kelgan va mana shu tarix ko'p muhim. 840 tarix ko'p muhim. يعني bu en أول nima davlat. طبعا katta يعني ثقافي وديني تأثير برده ونشر إسلامga وتطور اللغة التركية. مثلا eski O'zbekchamiz nima edi? Chag'atay deyiladi. Undan keyin bugungi O'zbekchamiz kelgan, shundan chiqqan. طبعا Samarqand va Buxoro bilasag'un bu Qirg'izistonga Qashqar markaz ثقافي وديني يعني en muhim madinalar. Keyin bular qachon tugashgan Qoraqallar davlati? Mo'g'ul min sharq Qoraqallar kelganga. Tamommi? وطبعا bu Jengiz Xondan avval, ko'p avval. Tamommi? Va bu Qoraqallarda ixtishga sabablardan bittasi kim? اللي هو سراج خبرنا شو أخيرا غزة برده وخوارزميات برده وخوارزميات دو تحتيك بسبولر نمو Oğuz Türkler. Yani hem asıl meşbaka mütevacidir numarada yani. البرقة alakası vardı. Keyin yani bu mana şu tarihler mühim. Tamam mı? Kellik kim? Barka Han. Barka Han bu Altın Ordu'nun mesidi. Kaidiydi. Ve Moğollardan avval Müslüman bo'lgan. Lekin shu ko'p muhim narsa bor. Oltin Ordu asosi kattalari Mo'g'ul bo'lsa ham, Jengiz Xondan nevarasi bo'lsa ham, lekin askarlar, vazirlar hammasi nima edi? Turkdi. Tamommi? Bir Turk davlati nima edi? Ya'ni asosiga kattasi Mo'g'ul bo'lish imkoni bo'ladi. Chunki Jengiz Xonga qolgan. Lekin asosi nima edi? Turkdi. Shunga o'xshagan
bu qachon ko'riladi tarixda? 1257. Qaraxonlar qachon? 840. Yani hatta 400 yil bor. Yani 400 yildan avval qaraxonlar musulmon bo'lib, musulmonlikka o'tib, katta davlatlar qurib, katta islomni nashr qilishib, xizmat qilishib yurishgan insonlar. Va taban uni yoniga Xorazmiylar, Salajuqlar, G'aznaviylar ham musulmon. Turk davlati shakliga. Keyin keldi kim? 1257 keyin 1313 ga O'zbek xon kelgan. Bu ham qabiladan kelgandi. Va bu ham nima? Ya'ni 66 desek 1200 1300 yani 45 yil taqriban Barqon o'rtasiga bor nima masofa. Va ba'zan O'zbekxon o'zbeklar shunga e'tirof qilishadi. Tamommi? Shunaqa bir ra'yi bor. Yo o'zbek unga e'tirof qiladi deb bir necha ra'yi bor. Lekin biz buni ma'lumot olish uchun nima qilyapmiz. Shuning uchun asos bitta nima Qaraxonlar. Qorliq o'zbeklar kelgan qabilagan asl islomga kirishgan, islomni nashr qilishgan, islomni mahkam tutishgan. Ularda ta'sirigan, ulardan maskan Xorazmlar kelgan, Saljuqlar kelgan, G'aznaviylar kelgan ila oxiri. Taban Qaraxonlar yıkılganiga 45 yil bor edi. Tog'oti Barakaxon hukumat chiqishi va musulmon bo'lishga. Yani 100 yil avval O'zbekxondan avvalda. Yiqilishi hatto Qaraxonning yani. Katta masofa bor o'tlarga. Va hali mujarra biz kelamiz nimaga? O'zbek lug'ati asllariga. Biz taban mana bunaqa toshlar, tosh ustiga yozilgan, jildga yozilgan asarlarni o'qib va boshqa murosalarni ko'rib, boshqa davlatlarga, boshqa millatlarga shu shakl biz gapiramiz. O'z اللي هو جوهر الهوية الأصلي الأصيل. تماما. öz. Bugün Türkçe'de bugün bu iştiradi. Bek seyyid qaid amir yani Özbek bu manası. طبعا السر اللغوي نوعه الحر المستقل سيد نفسه. Yani bu لما لقب شرفي للقادة. İkinci barki اللي هو أمير الأوز نسبة للجد الأسطوري. bunun delili نما هو يعني أوزبكلار بنسب تركي عريق يعني هو ميثولوجي لكن يفتقر لأدلة تاريخية مباشرة. مشكلة بس ممكن أصغر أساس حكم بس تاريخ لكن ممكن تفضل ممكن دام اكتشاف البلد ممكن شخصها كذلك نوعا O'zbek oti o'tgan tarixga boshqa qavm millatlarga ya'ni qavmiyat millat deganim ya'ni arab yo boshqa nimalarga turk bo'lmagan millatlarga أول شيء 1115 أمير وقائد عسكري يدعى أوزبك حاكما للموصل. بل كما كان سبب المنقذ موصل العراق حاكما كان بكشي و 1115 طبعا biz Qaraxonlarni dedik 800 larga yani hozir bir 300 yil 300 dan ko'proq nima bor. İkinci isim tarixga o'tgan اللي هو 1225 bundan keyin taqriban 100 yil O'zbek Muzaffar. وآخر حكام صلاة الكز في تبريزga إيرانga hukm qilgan nima. طبعا bitta bir mulohaza shu davlat Safaviya bor edi. Eng qaviy, eng katta Eronga o'tgan bir sulola, bir imperatorlik, u ham turk imperatoriyati. Keyin Qojarlar keldi. Afshorlar keldi, afshor. Afshorlar ham turkmandi, ular ham turk edi. Undan keyin Qojariylar keldi. To 1920 gacha Eronda hukm qilgan kim edi? Turklar edi. Ya'ni Furuslar emas. Shunga o'xshagan hatto masalan Misrga boshidek yaxshilar mana u ham xos bo'lgan O'rta Osiyoga borib hatto hukm nima qilgan. Keyin To'loniylar, Ahmad bin To'lon katta jamoa bor hozir Qohiraga. Undan keyin yaxshilar keldi. Undan keyin Mamalik keldi. Mamaliklar ko'pincha turk edi. Keyin taban Balqonga ham kelgan oxir vaqtlarga. Lekin ya'ni hukmi turkiy va ya'ni shuncha qaviy edi ya'ni har tarafga bor. Keyin Xorazmshohni nimasi qoida bor edi, katta general bor edi. Oti nima edi? Pahlavon O'zbek. Bu 1231 ga.
Keyin Dimashqda bir tosh bor, ustiga yozib bor toshni ustiga Roman O'zbaki deb O'zbekistondan ko'p avval bu ism nima bo'lgan, ya'ni tarixga o'tgan. طبعا الخلاصة الاسم كان منتشرا جغرافيا كلقب شرفي بين النخب العسكرية قبل الرابع عشر بكثير. يعني هو لقب شرفي ده، يعني مستقل حر دقم نقا يعني كذا ده بوقت شو أخضر. طيب كين محمد أزبك خان قنشبه 1300 1300 bu avval qoid Jankis xon nevalargan Barka xonga kelgan musulmon bo'lganlargan va islomda nashr qilingan bittasi. Taban Barka xon bu katta muborak ishlar qilgan, xudo xayrini bersin, Alloh yarhamu. Undan keyin 45 yildan keyin kim kelgan? Mahmud O'zbek xon. وإعلان الإسلام دينا رسميا من الخطوة الأساسية قبائل تركيا المغولية بالله المقلشون باغليشون. وهم نشوا نقطة توحيد القبائل التركية المغولية من فكرناكي أوزبك تشخرجان كقومية. ما شو نقطة تكشف بوغان كقومية. أول ما يدا لقب شرفية كتا المبرقة قائد الجنرال حر سيد نفسه. لكن شو نقطة تركي مغولية شو قالت كمان أوزبك المثل وشو نلقي مثلا دليل ما هو أمير تيمور وظهر الدين بابر إمبراطورlar مثلا مغولي ومغولga qo'shilgan imperatorlar deb o'tgan tarixga nima uchun? Shu sabab uchun. Innu Mahmud Xon dini rasmiy e'lon qilib tamom hamma Mo'g'ullarda va Turkiy va Mo'g'uli, chunki ana shu vaqtga qoidlar kattalar hatto Jangiz Xonda vaqtiga ham tamommi nima edi? Vazirlar turkdi. Lekin hokim kim edi? Jangiz Xonda Mo'g'ullarda. Lekin pasmaga vazirlar, hokimlar, davlatda yurgan insonlar hammasi kimdi? Mana shu turklar edi. Mana shu nuqtaga 1341 1313gacha shu yerda qabail turkiy Mo'g'uliy bir bo'lgandan keyin o'zbek qavmiyati nimasi o'rtaga chiqqan. Taban Shaybon masalan, Shayboniylar kelgan. Shayboniylar bular taban nima edi? Turkiy Mo'g'uliy edi. Taban shunga o'xshagan masalan Barlos qabilasi, Asad qabilasi. Bu ham Amir Temurning qabilasi. Turkiy qabila, lekin bular turklashmish, qo'shilgan Turkiy Mo'g'uliy. Enasi masalan Mo'g'uliyda masalan. Shu nuqta muhim mana shu masalaga. القبائل المسلمة الموالية تتبنى الأوزبك كعلامة ولاء سياسي وديني. يكون مهم شو نقطة إنه القبائل المسلمة الموالية تماما ما نشر اتحاد كان من اتحاد كان كتبنى قبائل من أول ميدة شرفي اسم نرد بارد بترابط لكن ما نشتكي عنها بقول أوزبك إسلام من برور مكان بولد وباغلاند. شنو نقطة مهم نقطة أرجان بس ما هو القبائل المسلمة تتبنى اسم الأوزبك كعلامة ولاء سياسي وديني. استمر بالله مربوط باسم أوزبك. هنا شو نقطة كتير توحيد القبائل التركية المغولية وإعلان الإسلام دينا رسميا. ولكن اسم الأوزبك ولاء سياسي وديني. صحيح. الفترة شيبان طبعا هو جوجي عندي مبر جي كتخدني برسمنا شنو سورة الأصغر هو كونفدرالية أوزبكية بقيادة عبد الخير خان تمام بالاتحاد قجان شو قبائل لركي تركي ومغولي إلا بغان إسلام كريشكان وإسلام جات تانلجان كيجن أوزبك عطنا قيلب بو بالكونفدرالية بالاتحاد بلب أبو الخير خان بدون مقلع إنشاء قجان كين محمد شيباني إن كت قائد إن كت جنرال لرجان ما وراء النهر المقلب سمرقند بخارجة المخيان يعني سترقيان واشترى الدولة كلها. طبعا نجاح عسكري سبارده شيبانيلerde دولة قوية يعني ما قلش كان هوية. الاسم يتحول من اسمية سياسية إلى هوية إثنية. اسم ميدة قادة كتا حر سيد مستقل أوزبك أطي بالانتماء باتحاد قبائل
İşte qabaillar masalan Qo'ng'irot boshqa qabilalar ishga kirib musulmon bo'lishib turkiy ma'qulli o'zbek otiga ta'rif qilishdi. Keyin o'zbek nima bo'ldi? Tasmiya rasmiya lid-dawla va sukkanha bundan keyin طبعا. Keyin mana shu طبعا bu kelgan nimalar shu mintaqa O'rta Osiyo nimalari bilan indimoj qilib bir qavmiyatga o'xshashdi. Keyin طبعا 1924 ga nima bo'ldi? Cumhuriyet inşa bo'ldi. Va طبعا undan keyin shu O'zbekiston taqsim bo'ldi. Ya'ni bu mintaqaga va O'zbekiston davlati chiqdi o'rtaga. Aytganday, ya'ni biz bir ism sharafiy, bir shaxsiy sayyidu nafsihi bil qada val umara. Keyin هوية سياسية التحالف القبلي الموالي لأوزبك خان والإسلام 14 القرن 14 تكون مهمة شو قناعة أوتك. ننكين هوية جامعة للسكان المستقرين في بلاد ما وراء النهر بعد الغزو الشيباني. شيباني ذاك كلب مشو أوزبك اسمنا وأوزبك هوية سنة حتى فرض قلة ما وراء النهر كيكين هوية رسمية في أوزبكستان، إقليم ولغة وثقافة موحدة. طبعا هم سبب موثق تاريخي أدلة مادية بالله ما بقان يعني ثابت بالله بالمسألة أتم شنو بر من طرف بقان مساهمة بسن بر بحث بسيط صغير إن شاء الله كيف في بلده وزمزة أسمز بلشون وحكاية مزة عليشن وإن شاء الله هم مزة شو أتكا أوزبك وأسلام بالباغلانجان بالاسم شو يعني مناصب كورسن وما شنو خرب حركة خيلك وأوزبك خلنيكي شرفي اسمه ده خلنيكي الكبار خلنيكي عظيم insanlarga baravarda mashina bizam bo'lishga qo'shiq qilaylik. O'ylanib qoldim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.